Men hozir to'g'ri gaydan kelyapman. Surishtiruv bo'limidagi surishtiruvchilar juda ham norozi. Nimadan? Birinchidan, bu Yevroprotokol xodimi kelib, Yevroprotokol qilib beraman, osonlik tezda pul olasizlar desa ishonmanglar. Qachonki sug'urtanglar bo'lmasa, sug'urtanglar o'tib ketgan bo'lsa yoki avariyadan keyin sug'urta qilgan bo'lsanglar, qilmanglar. Yaxshisi GAI chaqirib, GAIga rasmiylashtirish kerak. Sug'urta, haydovchilik guvohnomasi, keyin joydan ketib qolganini xatar olib kelib joyga qo'yib, rasmiylashtirishyapti. Noqonuniy bu narsalar, qadrdonlar. Keyin bugun avariya bo'lgan bo'lsa, sug'urtasi yo'qmi? Bugun sug'urta qilib 2 kundan keyin olib kelib, boshqa joyga qo'yib turib avariyani afomet qilishyapti. Baraka topkurlar, bu o'zingizlarga minus-ku, buni javobgarligi bor. Yaxshisi GAIga afomet qildirgani yaxshi. Agarda xat hujjatlarning hammasi to'g'ri bo'lsa, juda ham chiroyli bo'ladi qachonki Yevroprotokol qildirsanglar. Agarda biron bir kamchiligi bo'lsa, GAIga telefon qilib, GAIni chaqirtirib, rasmiylashtiringlar GAI bilan. Noqonuniy narsa bo'lsa, Yevroprotokolchilarga ishonmanglar. Yevroprotokol keldimi, uni bejigini so'ranglar, hujjatini so'ranglar, guvohnomasi bo'ladi. Guvohnomasi bo'lmasa, bejigi bo'lmasa, rasmiylashtirmanglar. Ko'chadan o'tib ketayotganlar rasmiylashtirib beraman deb, o'rtakashlik qilayotganlari ham ko'p ekan. Bu narsalardan men hozir GAIdan chiqib kelyapman-ku. Hammasi norozi haydovchilar o'shalarni ilinjiga nima deydi, qopqoniga tushib qolganlar ham hozir o'sha yerda o'tirishib eshikni tiydi. Mana deydi, ishonib deydi, rasmiylashtirdik deydi. Mana bu yerda bo'lmasa ekan, mana GAIga chiqarib yubordi dedi. Undan ko'ra GAI afomet qilgani yaxshi emasmi deb, bechoralar xafa bo'lib o'tirishdi hozir. O'shaning uchun qonuniy bo'lsa, Yevroprotokolchi qonuniy bo'lsa, bejigi bo'lsa, ko'krak nishoni bo'ladi va guvohnomasi bo'ladi. Birinchi kelganda darhol o'shani so'ranglar. Hammanglarga tinchlik, xotirjamlik, safaringlar bexatar bo'lsin.